Salom do'stlar, bugungi mavzuyimiz qora tuynuklar haqida. Tasavvur qiling, agar kimdir qora tuynuk yoniga yaqinlashib, uni ichiga kirib ketadigan bo'lsa, u bilan qanday jarayon yuz berishi haqida gaplashamiz. Buni bilasiz, qora tuynuk koinotning eng sirli va xavfli obyekti. Uning gravitatsiyasi juda ham kuchli bo'lib, unda vaqt to'xtaydi, makon bukiladi. Undan hech narsa, hatto yorug'lik ham qocha olmaydi. Endi tasavvur qiling, siz qandaydir yo'l bilan qora tuynuk oldiga bordingiz va uni ichiga kirib ketyapsiz. Shunda siz bilan qanday hodisa ro'y bergan bo'lardi? Taxminan shu joyga tushib qolasiz va bu yerda uchib yurasiz. Ajoyib bo'lgan bo'lar-da, lekin unday emas. Xo'sh, unda qanday? Buni hol sizlarga tushuntirib beraman. Siz qora tuynukka yaqinlashishingiz bilan juda katta tezlikda uni ichiga kirib ketasiz, chunki uning markazida ulkan gravitatsiya bor. Lekin chetdan qaraganda bu umuman boshqacha ko'rinadi. Siz to'xtab qolasiz. Ya'ni kimdir uzoqdan sizni teleskop orqali kuzatib turgan bo'lsa, u hech qachon sizni qora tuynukka kirib ketganingizni ko'ra olmaydi. Chetdan qarab turgan odam uchun siz qora tuynukka qanchalar yaqinlashganingiz sari shunchalar sekinlashib qolasiz. Xo'sh, nega? Chunki gravitatsiya qanchalar tezlashgan sari vaqt shunchalik sekinlashaveradi. Ya'ni nisbiy. Biri uchun tez, biri uchun esa sekin. Misol uchun siz qora tuynuk ichiga 5 sekundda kirib ketdingiz. Lekin bu vaqt oralig'ida yerda o'nlab, hatto yuzlab yillar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bu haqida batafsil Interstellar kinosidan bilib olasiz. Va bo'ldi, endi siz qora tuynuk ichiga kirib ketyapsiz. Endi siz bilan spagettifikatsiya yuz beradi, ya'ni qora tuynuk sizni lag'monga o'xshab cho'zib yuta boshlaydi. Va siz shunchalik cho'zilib ketganingizdan atomlarga ajralib ketasiz va o'lasiz. Do'stlar, bu albatta hazil, bu olimlarimiz tomonidan aytilgan shunchaki nazariya xolos. Chunki ular ham hanuzgacha qora tuynuklar ichida nima bor, uning ichida qanday jarayonlar yuz beradi bilishmaydi. Bu esa faqat yolg'iz Allohga ayon. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Keyingi videoni ham kutib qoling. Keyingi videomiz oq tuynuklar nazariyasi haqida bo'ladi.